Mantiq osmonda pishadigan ajoyib, kamxarj hamda do'mboqqina bo'lib pishadigan asalli pechenye haqida bilarmidingiz? Bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Navbatdagi unutilgan retseptni tayyorlash uchun avvalambor tuxumga shakarni qo'shib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Keyin 2 qoshiq asal hamda 125 gramm yaxshi margarinni yog'da eritib, issiqligida massamizga qo'shib olamiz. Orada 1 choy qoshiq chayni soda solishni ham unutmang. Massamizga unni oz-ozdan solib, yumshoq xamir qorishimiz kerak. Menda hammasi bo'lib 3,5 stakan un ketdi. Xamirimiz asalli bo'lganligi uchun qo'lga biroz yopishadi. Yong'oqday zuvolachalar tayyorlab, mantiq osqonga 25-30 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Qarang, qanaqa dasturxonni ko'rki bo'ladigan pechenye tayyor bo'ldi. Nahotki bu pechenyemiz dasturxoningizdan o'z o'rnini topolmasa, albatta siz ham tayyorlab ko'rib, asal mazasi keladigan ajoyib pechenyedan bahramand bo'ling.